Sakkizinchi qism. Odamlar orasida vahimali gaplar tarqaldi. Ipak fabrikasida ishlaydigan Xu Sanguanning o'g'li temirchi usta Fankning o'g'lining boshini yoribdi. Eshitishimcha bolg'a bilan urib yoribdi. Boshini ilma-teshik qilib yuboribdi. Bolaning boshi yerga tushgan tarvuzdek yorilibdi. Mish-mishlarga qaraganda bolaning boshini chopqi bilan yoribdi. Chopqi 3 santimetr ichkariga kirib ketibdi. Miyasi ko'rinib qopti. Shifoxonadagi hamshiraning aytishicha, miyasi qaynagan tofuga o'xshar ekan. Miya suyaklaridagi siniq joydan tutun chiqayotgan emish. Tofu bu soya sutidan tayyorlanadigan yegulik. Doktor Chen bolaning boshidagi suyaklarni 100 ta joydan tikkan emish. Boshchanog'i kabi qattiq suyakni ham tiksa bo'larkanmi? Qanday tikkan bilmayman. Po'lat ignadan foydalanishgan. O'zi ham ignaning qalinligi mana bundoq ekan. Kosiblar ishlatadigan ignadan 10 marta qalin. Unaqa katta va qalin igna ham ish bermaydi. Eshitishimcha bosh chanog'iga ignani bolg'a bilan qoqishgan emish. Biroq avval sochini yulib olishibdi. Sochini yuldi nima degani? Sochini qirishibdi degani. Bu sizga o't emas-ku, yorilgan boshdan sochni tortish zararli-ku. Bu jarayon operatsiya joyini tozalash deyiladi. Bunda operatsiyadan avval tegishli joylar tuklardan tozalanadi. O'tgan yili ko'rchak bo'lganimda mening ham qovog'imning ustidagi qillarni tozalashgandi. Xu Sanguan odamlar nima deyishayotganini eshitdingmi? Dedi Xu Yulanga. Odamlar bir-birlari bilan quyidagi gaplarni gaplashardi. Doktor Chen temirchi usta Fankning o'g'lining hayotini saqlab qopti. Operatsiya 10 soatdan oshiq davom etibdi. Temirchi usta Fankning o'g'lining butun yuzi doka bilan bog'langan emish. Faqatgina burni, ikki ko'zi ko'rinib turarmish. Temirchi usta Fankning o'g'li operatsiyadan chiqqandan keyin 24 soat umuman qimirlay olmabdi. Kecha tongda ko'zini ochibdi. Temirchi usta Fankning o'g'li faqatgina jo'xori bo'tqasi yeya olyapti ekan. Uni ham yegan zahoti qusayotgan emish. Hatto axlati ham og'zidan chiqayotgan emish. Xu Sanguan odamlar nima deyishayotganini eshitdingmi? Dedi Xu Yulanga. Odamlar mish-mish to'qishda davom etishardi. Temirchi usta Fankning o'g'li shifoxonadan chiqqunicha dori ichishi, igna olishi shart. Bundan tashqari har kuni osma ukol qilishadi. Bularning bariga dunyoning puli ketadi. Bu xarajatlarni kim to'laydi? Xu Sanguan to'laydimi yoki He Xiaoyongmi? Aslida bu ishdan Xu Yulan hech qayerga qochib qutula olmaydi. Yilening otasi kim bo'lsa bo'lsin, biroq onasi Xu Yulan ekanini hammamiz bilamiz. Ajabo, shifoxona chiqimlarini Xu Sanguan to'larmikin? Chunki Xu Sanguan hamma joyda He Xiaoyong Yileni boqib olish kerakligini aytib yuradi. Aslida chiqimlarni He Xiaoyong to'lash kerak. Axir Xu Sanguan 9 yil bekordan bekorga uning o'g'liga qaradi, parvarish qildi. O'zi Xu Sanguan Yilening onasi bilan bekor bir yostiqqa bosh qo'ydi. Davlat askarini jangdagi bir lahza uchun 1000 kun boqadi degan gap bor. Agar men bir ayol bilan 9 yil bir yostiqqa bosh qo'yganimda va o'g'limizning boshiga biror kulfat tushganida bir chekkada qo'l qovushtirib turmas edim. Haq gapni aytding. Nima uchun deysanmi? Bir xotin bilan 9 yil bir yostiqqa bosh qo'yding. Qolaversa Xu Yulan kabi chiroyli xotin bilan. Albatta bu juda ajoyib. Xotiningga o'g'ling boshiga ish tushganda albatta yordam berishing kerak. Xu Sanguan Xu Yulanga uylanish uchun ancha sarf xarajat qildi. Er-xotin bo'lishdi. Er-xotin haqida bekordan bekorga bir yostiqqa bosh qo'ydi deyishmaydi.
shifoxona xarajatlarini Xu Sanguan to'larmikin yoki to'lamasmikin degan gaplarni ko'paytirishyapti. Yo'q, bo'lmaydi. Umuman qabul qilib bo'lmaydi. Xu Sanguan 9 yildan beri aldanib keldi. Ha, mayli. Avval xabar yo'q edi. Bilmaganda muammo yo'q edi. Lekin endi vaziyat boshqacha. Mana, Xu Sanguan hammasidan xabar topdi-ku. Haqiqatni ko'ra bila turib, shifoxona xarajatlarini to'lashi, laqqa tushirilgani uchun qarshi tomonga mukofot berishdek gap emasmi? Kulgili emasmi? Xu Sanguan, odamlar nima deyishayotganini eshitdingmi? Dedi Xu Yulanga. Hammasini eshitmagan bo'lsang ham gap nima haqida ekanini sezgandirsan. Temirchi Fang necha marotaba eshik qoqib kelib, shifoxona xarajatlarini to'lashingizni talab qildi. He Xiaoyong bilan yetarlicha pul to'play oldingizmi? Nimaga yig'layapsan? Yig'i-sig'idan biror foyda bormi? Ko'nglimni ertaman deb o'ylama. Agar bu ish Erle yoki Sallening boshiga tushganida, ular uchun jon deb temirchi Fangning oyog'ini ham o'pardim. Yile mening o'g'lim emas. O'zi shundoq ham 9 yil uni bekorga qaradim. Uning uchun qancha pul sarflaganimni bilasanmi? Buning hisobini Xiaoyongdan so'ramay katta yaxshilik qildim. Odamlar nima deyishayotganini eshitmadingmi? Naqadar yumshoq ko'ngil, marhamatli ekanim haqida gapirishyapti. Agar mening o'rnimda boshqasi bo'lganida, allaqachon Xiaoyongni tavbasiga tayantirardi. Bu masalada men bilan tortishma. Mening bu ishga aloqam yo'q. Bu He oilasining muammosi. Odamlar nima deyishayotganini eshitmadingmi? Xarajatlarni to'ladim degani laqmaligimni, laqqa tushirilganimni bayram qilish degani bo'ladi. Bo'ldi, yig'lashni bas qil. Yig'layver bezvording. Eshit, bunday qilamiz. Xiaoyong bilan gaplash. Sen bilan 10 yildan beri er-xotinligimiz hurmati, Yilening 9 yildan beri meni dada deb bilish hurmati, Yileni unga yubormaganimni ayt. Bundan keyin ham unga o'zim qarayman. Ammo bir sharti bor. Shifoxona xarajatlarini u qoplaydi. Aks holda odamlar nima deydi? Odamlarning yuziga qanday qarayman? Voy to'chi. Xiaoyong degan marazning bunday osongina suvdan quruq chiqishiga qanday ruxsat berdimi? 9-qism. Xu Yulan eriga Xiaoyongning yoniga borishini aytdi. O'sha on qiyiqim latta puttadan uy tozalash uchun pollatni yasash bilan mashg'ul bo'lgan Xu Sanguan xotinni eshitib bo'lgach, avval burnini, keyin iyagini qashiladi. So'ngra hech narsa demay ishida davom etdi. Xiaoyongning yoniga ketyapman. Lekin unutmang, siz istaganingiz uchun ketyapman. Menga qolsa, ancha yil avval uni boshqa ko'rmaslikka qasam ichgandim. Keyin borishdan avval o'zimga qarab olsammikin yoki mana shunday sochim to'zgan holda ketaveraymi? Deb so'radi eridan. Xu Sanguan ichida o'yladi. Bu yasanib tusanib bormoqchi. Hozir oyna oldida sochini taraydi, yog'laydi, mayin yungdan to'qilgan sviterni kiyadi, poyabzalni yaxshilab artadi, keyin o'sha mashhur sharfni bo'yniga aylantirib bog'lab oladi. So'ngra xursand holatda meni 9 yildan beri laqqa tushirgan, aldagan Xiaoyongning yoniga ketadi. Ishini to'xtatib baqira boshladi. "Ha, seni megajin xotin. Xiaoyong degan o'sha itdan tarqaganga u yoq bu yog'ingni ko'rsatmoqchimisan? Kamiga sile qilib ol o'shandan. Yasanishni o'ylayapsanmi? Soching to'zigan holda borasan. Yuzingga pechkadan qora kuya ham surtab ol." Sile bu 4-o'g'il degani. Agar sochim to'zigan, yuzim qora kuya holatda borsam, Xiaoyong Xu Sanguanning xotinining ahvolini ko'ringlar demaydimi?
Xu Sanguan biroz o'ylab turib xotini haq ekani haqida o'yladi. O'sha itdan tarqagan Xexiaoyongning ustidan kulishiga yo'l qo'ya olmas edi. Unday bo'lsa, o'zingga qarab yasanib bor, dedi. Xu Yulan mayin yungdan to'qilgan sviterini, egniga yoqasi buklangan moshrang pidjagini kiydi. Sviterim ko'rinib tursin deb pijagining yoqasini yaxshilab bukladi. Keyin sharfini bo'yniga o'radi. Sharfni ko'kragining old tomonidan bog'lagan edi. Oynaga qaradi va sharfning sviterni yopib qo'yganini ko'rgach, endi uni bo'ynining chap tomonidan bog'ladi va pijagining ichiga tiqdi. Keyin yana oynaga qaradi. Bu gal sharfning tugundan qolgan ikki uchini tashqari chiqarib, pijakining yoqasidan pastga tashladi. Yuziga surgan kremning xushbo'y iforini hidlay Xexiaoyongning yoniga ketdi. Sharfning pijak yoqasidan osilib turgan ikki uchi shabadada kichik qushning qanoti kabi hirpirardi. Ikki ko'chadan o'tib bir ko'chaga kirdi. Xexiaoyongning uyi oldida paydo bo'ldi. Eshik oldida o'tirib olib, kir yuvish taxtasida kirlarini ishqalab yuvayotgan chamasi 30 yoshlardagi xotinni ko'rib, uning Xexiaoyongning xotini ekanini darrov fahmladi. Bambuk tayog'i kabi ozg'in xotin edi. 10 yil avval ham xuddi shu holda edi. Er-xotin ko'chada ketayotib Xu Yulanni ko'rib qolishsa, unga masxara nomus qarashar, qovoq uyushar yoki o'zlarini tuta olmay xiring qilishardi. Xu Yulan esa Xexiaoyong qanday qilib bu oriq, eti yo'q, ko'kragi kichkina xotinga uylandi ekan deb o'ylardi. Hozir ham na son, na ko'krak, na et bor, quruq suyakdan iborat xotin. Xu Yulan qiya oshiq eshikdan ichkariga qarab, Xexiaoyong, Xexiaoyong deb chaqirdi. Kim u? Xexiaoyong ikkinchi qavatning derazasidan boshini chiqarib, pastda turgan Xu Yulanni ko'rdi va qo'rqib ketdi. Darhol derazadan uzoqlashdi. Birozdan keyin yana deraza yoniga keldi. Pastda turgan o'z xotinidan ancha chiroyli, bir paytlar qo'l ushlashib yurgan, ko'chada tasodifan ko'rib qolsa salom berishga ham botana olmaydigan o'sha ayol Xu Yulanga qaradi. Hozir o'sha Xu Yulan unga jilmayib qarab turardi. "Nima uchun kelding?" dedi Xexiaoyong g'udranib. "Xexiaoyong, ko'rishmaganimizga ham ancha bo'libdi. Biroz to'lishibsan. Gardaning ham chiqib qolibdi", dedi Xu Yulan. Xexiaoyong xotinining tuf deb tupurganini eshitdi. Savolini takrorladi. "Bu yerga nima uchun kelding?" "Pastga tush, gaplashib olamiz", dedi Xu Yulan. Xexiaoyong xotiniga qarab, "Pastga tushmay qo'ya qolay, shu yerda yaxshi turibman. Nima uchun tushishim kerak?" dedi. "Pastga tushsang bemalol gaplashamiz", dedi Xu Yulan. "Tepada bo'lganim yaxshi", dedi Xexiaoyong. Xu Yulan kulib Xexiaoyongning xotiniga ishora qilib so'radi. "Xexiaoyong, yo pastga tushishga jur'ating yetmayaptimi?" Xexiaoyong xotiniga qarab xavotirli ohangda, "Men hech narsadan qo'rqmayman", dedi. Shunda Xexiaoyongning xotini gapga aralashish uchun o'rnidan turdi. "Xexiaoyong, pastga tushing. Bu xotin sizni yeb qo'yarmidi?" Xexiaoyong gaplashish uchun Xu Yulanni yoniga tushdi. "Nima gaping bo'lsa tezroq ayt. Seni kun bo'yi eshitib o'tirishga vaqtim yo'q. Senga yaxshi xabarim bor. Xu Sanguan sen bilan murosa qilmoqchiligini, hech qanday da'vosi yo'qligini aytdi. Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Xu Sanguan bugungacha seni ko'rgan joyida chopqi bilan maydalab tashlashga tayyor edi. Nima bo'lganda ham sen uning xotinini homilador qilib tashlab ketganding. 9 yil sening o'g'lingga qaradi. Aslida seni bir nima qilib qo'ysa ham haqqi bor edi. Mayli, bu gaplarni qo'ya turaylik. Xullas, Xu Sanguan yili uchun bugungacha ishlatilgan pullarning bir tiyinini ham talab qilmaydi.
Bundan keyin ham unga qarashda davom etadi. Xexiyoyong, bu gal ham suvdan quruq chiqding. Bolangga boshqasi qaradi, voyaga yetkazdi, yana tayyor oshga kelding. Otalik qilish uchun na ma'naviy na moddiy tomondan hissa qo'shding. Xu Sanguan ulkan fidokorlik ko'rsatdi, sabr qildi. Yile tug'ilgandan keyin na kechasi na kunduzi uxladi. Bolani quchog'iga olib uxlatish uchun uy ichida tinmay yurib chiqardi. Quchog'idan qo'yishi bilan yig'lardi bola. Yilening kiyimlarini, tagini ham Xu Sanguan tozalardi. Har yili yangi kiyimlar olib berardi. Yaxshi yedirib ichirdi. Yilega mendan ham ziyoda qaradi. Xexiyoyong, Xu Sanguan bular uchun sendan tovon talab qilmaydi. U faqat temirchi Fankning o'g'lining shifoxona xarajatlarini to'lashingni istayapti. Temirchi Fankning o'g'lining shifoxona xarajatlariga meni nima aloqam bor? Dedi Xexiyoyong. Sening o'g'ling usta Fankning o'g'lini boshini yordi-ku. Meni o'g'lim yo'q. Qachon o'g'illik bo'libman? Xabarim yo'q. Faqatgina 2 qizim bor. Birining ismi Xexiyoying, boshqasiniki Xexiyoxong. Vijdoningga o'chsin. Xu Yulan barmog'i bilan Xexiyoyongni turtib baqirdi. O'sha yoz oqshomini unutganga o'xshaysan. Dadamning ko'cha boshidagi umumiy hojatxonaga ketgandan foydalanib, meni majburlab yotoqqa yotqizganding va nafsingni qondirganding. Esingdan chiqdimi? Qoni buzuq, razil. Voy o'lay. Nima jin urib gunohkor urug'ingni qornimga ekishingga ruxsat berdim-a? Qaysi gunohim uchun bu balolar boshimga keldi? Xexiyoyong Xu Yulanning barmog'ini qo'li bilan itardi. Mendek oliyjanob va hurmatli odam urug'ini sendek ayolning qorniga nega eksin? U Xu Sanguanning urug'idir. Qara, 3 marta ekibdi-ku. Yo Xudo sabr ber, dedi Xu Yulan. So'ng yig'lay boshladi. Yileni bir marta ko'rganlar uning quyib qo'ygandek senga o'xshashini aytishadi. Buni inkor eta olmaysan. O'zing olovda yonsang ham, cho'g'da yonib kul bo'lsang ham rad qila olmaysan. Yine kundan kunga senga o'xshab boryapti. Atroflariga odam to'plana boshlaganini ko'rgan Xexiyoyongning xotini oraga suqildi. Qani kelinglar. Kuppa kunduz kuni manavi sharmanda xotinning yuzini va mening erimni tortib olishga urinayotganini ko'rib qo'yinglar. Xu Yulan darhol orqaga qayrilib xotinga javob berdi. Kimningdir erini tortib olmoqchi bo'lsam, bu Xexiyoyong bo'lmaydi. O'sha paytlar gul kabi go'zal, Ko'hinur kabi nafis bir qiz edim. Hamma meni Shirmoynon go'zali der edi. Xexiyoyongni hayotimdan axlatni otgandek itqitib tashladim. Sen darrov qiymatli narsa bo'lsa kerak deb o'zingniki qilib olibsan. Xexiyoyongning xotini Xu Yulanga bir shapaloq tushirdi. Xu Yulan ham bir shapaloq urdi. Keyin bir-birlarining sochlaridan tortib, yuzlarini yulib janjallasha ketishdi. Xexiyoyongning xotini bir tomondan Xu Yulanning sochini tortar, boshqa tomondan baqirar edi. Xexiyoyong, Xexiyoyong. Xexiyoyong oldinga otilib chiqib Xu Yulanning bilaklaridan qattiq ushladi. Joni og'rigan Xu Yulan voydod deb baqirganda, keyin Xu Yulanning bilagini qo'yib yuborib, yuziga shapaloq tushirdi. Kaltak yegan Xu Yulan yerga cho'kkalab qoldi. Qo'llari bilan yuzini yopib olgancha ho'ng-ho'ng yig'ladi. Xexiyoyong, vijdoningga o'chsin, bo'yning uzilsin, maraz, itdan tarqagan. So'ng o'rnidan turib, Xexiyoyong, qara lekin, ertalabgacha tirik qolasanmikin yo'qmi? Xu Sanguanni qo'lida bolta bilan yuboraman. Ertaga bu uydan o'liging chiqadi, deb tahdid qildi. Xu Yulanning Xexiyoyongga qilgan tahdidi Xu Sanguan tomonidan dastaklanmadi. Xu Yulan uyiga kelganida eri hali ham ertalabki ishi bilan mashg'ul edi. Xotin yuzi ko'z yoshdan ho'l bo'lgan, horg'in holatda Xu Sanguanning ro'parasiga o'tirdi. Biroz uni tomosha qilib turgach, yana ko'z yoshiga g'arq bo'ldi. Xotinining yig'layotganini ko'rgan Xu Sanguan Xexiyoyongdan pul undira olmaganini darrov payqadi.
quruq qo'l bilan qaytishingni bilardim. Xusanguan, boring, Xexiaoyongni chavoqlab keling, dedi xotini. Xexiaoyongni ko'rib darrov ko'ngling yumshaydi, shifoxona xarajatlarini so'ray olmading, shundaymi? dedi Xusanguan. Xusanguan, boring, Xexiaoyongni chavoqlab keling. Unda gapimni yaxshilab qulog'ingga quyib ol. Agar pulni bugun undirmasak, temirchi Fang ertaga kelib uyimizdagi hamma narsani tortib oladi. Yotog'ingni, stolingni, kiyimlaringni, upa-eligingni, sharfingni, xullas, bor budingni musodara qiladi. Xuyulan yig'lay boshladi. Men ularga hammasini tushuntirib, shifoxona xarajatlarini qoplanglar dedim, ammo ular gapimga quloq solishmadi. Ko'rib turganingizdek sochimni yulib, yuzimni tirnab shapaloq tushirishdi. Xusanguan, ayolingizni shu ahvolga solganlarga javob qaytarmay tomosha qilib turaverasizmi? Xusanguan, o'sha razilni chopqi bilan chavoqlashingizni iltimos qilyapman. Oshxonadagi chopqini kecha o'tkirlab qo'yganman. Ana tayyor turibdi. Uni chavoqlab kelsam, hamma muammo hal bo'ladimi? Meni qamoqqa olishadi va o'limga hukm qilishadi. Sen tul qolasan. Buni eshitgan Xuyulan darvozaga qarab yurdi va o'sha yerga o'tirdi. Xotinining darvoza ostonasiga o'tirganini ko'rgan Xusanguan sal o'tib nima bo'lishini juda yaxshi bilardi. Xuyulan qo'lidagi ro'molcha bilan ko'z yoshlarini artar ekan, baqirib yig'lay boshladi. Yo Xudo, avvalgi hayotimda nima gunohga qo'l urgandim? Xexiaoyong meni aldadi. Laqqa tushirgani va aldab nafsini qondirgani yetmagandek homilador qilib qo'ydi. Bu ham yetmagandek Yileni tug'dim. Yileni tuqqanim yetmagandek uning boshiga balo keldi. Xusanguan ichkaridan turib past ovozda, "Ummiga shun xotin, darrov ichkariga kir. Sharmanda bo'lganim yetmagandek laqqa tushirilganimni butun dunyoga ovoza qilyapsan", dedi. Xuyulan yig'lashda davom etdi. Yilening boshiga kulfat kelgani yetmagandek Xusanguan ham o'lganning ustiga tepgandek muammoni hal qilishdan qochyapti. Bu masala Xexiaoyongni ham umuman qiziqtirmayapti. Xexiaoyong shifoxona xarajatlarini to'lashdan bosh tortgani yetmagandek sochimni yulib, yuzimga shapaloq ham tushirdi. Osmon larzaga keldi. Bu ishi urf-odatga ham, erkaklikka ham to'g'ri kelmaydi. Xexiaoyong bilib qo'y, o'liming oddiy bo'lmaydi. Bularning bari kamlik qilgandek, ertaga temirchi Fang uydagi narsalarimizni musodara qilishga kelyapti. Nima qilaman? Bu muammoga qanday yechim topaman? Onalarning ayohanni solib yig'laganini eshitgan Yile, Erle va Sanli yugurib uning tepasiga kelishdi. "Onajon, yig'lamang. Keling, ichkariga kiring", dedi Yile. "Ona, yig'lamang. Nimaga yig'layapsiz?" deb so'radi Erle. "Ona, yig'lamang. Xexiaoyong kim?" dedi Sanli. Qo'shnilar ham kelishdi va bir ovozdan gapirishga tushdi. "Xuyulan, bo'ldi. O'zingizni qo'lga oling. Xafa bo'lishingizga arzimaydi. O'zi nega yig'layapsiz? Nima bo'ldi?" Erle javobga og'iz juftladi. "Yig'lashining sababi shuki, Yile..." "Erle, bas qil. Ovozingni o'chir", dedi Yile. "Yo'q, o'chirmayman. Yile dadamning bolasi emas", dedi Erle. "Hoziroq ovozingni o'chirmasang, bo'yningni uzib yuboraman", dedi Yile. "Yile onam bilan Xexiaoyongning farzandi", davom etdi Erle. Yile Erlega bir shapaloq tushirdi. Erle arillab yig'lay boshladi. Xusanguan tashqaridagi baqir-chaqirni eshitib, "Yile degan haromi o'g'limga qo'l ko'tarishga qanday jur'at etdi?" dedi. Keyin yugurib kelib Yilening yuziga shapaloq tushirdi va kuch bilan uni devorga yopishtirib, harom, otangning po'psasi yetmagandek o'g'limga po'psa qilyapsanmi hali?" Xusanguandan kutilmaganda kaltak yegan Yile bir muddat ikki qo'lini devorga suyab turdi. O'sha payt Xuyulan barmog'i bilan ularni imlab yana yig'lay boshladi. "Mening taqdirim achchiq, biroq bu bolamniki menikidan ham achchiq. Yilega na Xusanguan
na Xexiaoyong egalik qilishni istaydi. Bolajonim otasiz qoldi. Xuyulan, dedi qo'shnilardan biri. Yilening bir o'zini Xexiaoyongning uyiga yuboring. O'z pushti kamardan bo'lgan farzandini kim ham rad qilardi? Yuragi yumshasa kerak. Ustiga ustak Xexiaoyongning o'g'li yo'q, 2 qizi bor. Yileni ko'rishi bilan yig'lab yuborishi aniq. Qo'shnisining nasihatini eshitgan Xuyulan birdan yig'lashni bas qilib, devor burchagida lablarini tishlagancha turgan Yilega qaradi. Yile, eshitdingmi? Qani, Xexiaoyongning yoniga bor. Dada deb chaqir. Devorga yopishib turgan Yile boshini 2 tomonga chayqab, bormayman dedi. Yile, onangning so'ziga quloq sol. Hoziroq bor va dada deb chaqir. Javob bermasa ham takrorlayver, dedi Xuyulan. Yile yana boshini sarak-sarak qilib bormayman dedi. Xu Sanguan qo'lini Yilegi bigiz qilib, demak bormaysan-a? Bormaydigan bo'lsang, urib o'ldiraman sen bolani, deb po'pisa qildi. Xu Sanguan bu gaplarni aytib Yilegi yaqinlashdi. Qo'lini tutib devordan uzoqlashtirdi va oldinga biroz itardi. Xu Sanguan qo'lini qo'yib yuborgach, Yile yana devorga mahkam yopishib oldi. Xu Sanguan ortiga qarab Yilening yana devorga suyanib turganini ko'rdi va urmoqchi bo'lib hezlanib unga qarab yurdi. Endi shapaloq urmoqchi edi, birdan nimadir esiga tushgandek to'xtab qoldi. Jin ursin. Yile mening bolam emas-ku. Birovning o'g'lini urishga haqqim yo'q. Xu Sanguan uning yonidan uzoqlashar ekan, Yile Xu Sanguanning orqasidan baqirdi. Bormayman. Xexiaoyong mening dadam emas. Mening dadam Xu Sanguan. Endi haddingdan oshding. Qaranglar, bu mishqi hali ham mening o'g'lim ekanini iddao qilyapti, dedi Xu Sanguan qo'shnilariga qarab. Bo'sag'ada o'tirib olgan Xuyulan yana yig'lay boshladi. Yo Xudo, avvalgi hayotimda nima gunoh qilgandimki? Xuyulanning yig'lab siqtashiga endi hech kim e'tibor qilmay qo'ydi. Bir xil gapni takrorlayverganidan yig'isi quruq g'ingshishga o'xshab qoldi. Ovozda na ta'sir kuchi, na ohang qolgandi. Qo'lidagi ro'molchani ham silkimay, ayohannos solib tizzasiga urmay qo'ydi. Nafas olishi ham og'irlashib qoldi. Qo'shnilar ham tomosha tugab, ko'radigan qiziq narsa qolmagandek birma-bir tarqala boshlashdi. Hatto Xu Sanguan ham ketib yubordi. Zotan uning didiyolariga o'rganib qolgandi. Xotinini darvoza bo'zag'asida qoldirarkan, xuddi uni yig'lagan holatda emas, sviter to'qigan holatda tashlab ketgandek edi. Keyin Erle va Sanle ham darvozadan uzoqlashdi. 2 o'g'ilning u yerdan ketishganini sababi onasining zerikarli va ayni ohangdagi takroriy yig'lari emas, balki qo'shnilarning ham sekin-sekin tarqalishi edi. Dadalari Xu Sanguan ham ketgach, bolalar ham navbat bilan onalarini tark etishdi. Onasining yonida faqatgina Yile qolgan. Devorga suyangancha barmoqlari bilan uni tirnardi. Hamma ketib bo'lgach, onasining yoniga bordi. Onasi darvozaga suyangancha qo'llari bilan iyagini tutib turardi. Yilening yoniga kelganini ko'rib bir muddat to'xtagan ko'z yoshlari yana selka boqa boshladi. Ona, yig'lamang. Xexiaoyongning yoniga boraman. Siz aytgandek dada deyman. Yile Xexiaoyongning uyiga borib, arg'amchida sakrab o'ynayotgan 2 qizni ko'rdi. Har sakraganida o'rilgan sochlari ham sakrardi. Sizlar Xexiaoyongning qizlari bo'lasizlarmi? Unda menga singil ekansizlar, dedi Yile. Qizlar o'yinni to'xtatishdi. Avval biri darvoza ostonasiga o'tirdi. Ortidan ikkinchisi uning yonidan joy oldi. Ikkalasi ham Yilega boshdan oyoq nazar tashlashdi. Xexiaoyong va tirriq xotini tashqariga chiqqanini ko'rgan Yile darhol ovoz berdi. Dada! Xexiaoyongning xotini, qarang, yovvoyi o'g'lingiz kelibdi. Endi nima qilasiz? dedi. Yile yana bir marta dada deb qichqirdi.
Men sening dadang emasman. Darrov kelgan joyingga jo'na. Bor uyingga. Boshqa bu yerda qadam izi qilma, dedi Xexiyoyo. Yile yana bir marta dada deb chaqirdi. Xexiyoyoning xotini nima uchun bu arzandani quvib solmayapsiz, deb gapga aralashdi. Yile yana bir marta dada deb chaqirdi. O'zi seni dadang kim? Daf bo'l bu yerdan. Yile burnini kovlagancha javob berdi. Onam sizni dada deb chaqirganimda javob bermasangiz, yana bir marta takrorlashimni uqtirdi. Men sizga 4 marta dada deb murojaat qildim. Lekin siz hech biriga javob qaytarmadingiz. Ustiga ustak ket deb so'kinib ham berdingiz. Unday bo'lsa men keta qolay, dedi Yili.